Seni ayyor dugonang meni boshim bir urib qo'ydi. Ko'zimni moshday ochib qo'ydi. Nazokatga sizni ro'baro qilmaganimda haliyam ko'zingiz ochilmagan bo'lardi. Mana bu qo'l ishlamaydi-da. Qo'ling opa. Kuchingiz yetmaydi. Yetadi opa, yetadi. Turing. Aslida sizni ko'zingiz tegdi. Ko'zingiz bor ekan. O'lgan keliningizni ismini nevarangizga qo'yasizmi? Nima qilibdi? Yana kimlardan kechirim so'ramoqchisiz? Bo'l hech kim qolmadi. Odam o'lishidan oldin hammadan kechirim so'raydi deyishardi. Voy, otam qaraydi-ya. Bosaymi? Bosaymi? Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Opa, yaxshimisiz? Mana, yaxshiman. Bitta yiqilganingizga shunchami, opa? O'zi shu kunda tez-tez yiqilib turardi. Nimaga unaqa bo'lyapti deb hayron bo'ldim. Gap bu yoqda ekan. Qayoqda ekan? Suyak yemirishi degan dard bor ekan. O'sha yemirish boshlanganda shunaqa yiqilib cho'rar ekan. Yiqilib cho'rar ekansan. U yomon kasal, opa. Kasallik yaxshi yomoni bormi? Hammasi bir go'r. U yaxshi kasal emas, opa. Ish qilib keliningiz qarayaptimi? Qayoqda? 10 marta chaqirsam 1 marta yetib keladi. Kelib olib menga basharamga qarab turadi. "Cho" deydi. "Necho" deyman. Opa, sizga qiyin bo'pti. Endi keliningizga yaxshi gapiraverasiz, opa. Yo, biron narsa maslahat qilgin desam, "Zachем" deydi. Zachем emas, qilgin shuni desam, yana "Zachem" deydi. Savol beraveradi. Undan ko'ra ishing qil. O'zi eshitib qolmasin, opa. Eshitsa eshitar. Bari tushunmaydi. Voy, o'zbek mahallada katta bo'lgan, opa. Voy, bo'lsa bordir. Voy, gapirsam "Jo" deydi-yu, qatdan tushunadi. Endi shuni ham o'ylaymanmi? O'zimning dardim o'zimga yetadi. O'zida nima gaplar? Pistaladan olib chiqmadingizmi? Pista yo sho'r yo chuchuk bo'ladi. O'shancha olib chiqmadim, opa, hech narsa. Ano 4-qavatda turadigan G'ofur aka bor-ku? Ano kalmi? O'sha. O'sha 3-etajdagi mashhura bilan yurar ekan. Voy, rostdanmi? Rost. Voy tavba, o'zim ham aytdim buni yurishtirishni boshqacha deb. Voy, hir qilib yonimdan o'tib ketib salom bermasdan. Voy, o'lsin, oyog'im bunaqada, bo'lmasa poylardim. Mayli, tuzalsin. Len, sendan iltimos, oyimga yaxshi qaragan. Men nima qilyapman? Oyim bitta gapirganlarda oldilariga borgan. Qo'limda bola. Lekin shunga qaramasdan harakat qilyapman ham unga, ham bunga. Lekin ularni oldilarida 27 bo'la olmayman. Ishda bo'lganimda yonlarida bo'lgan. Qodir, bola shundoq ham yig'loqi bo'lsa, men oyingning injiqliklariga qanday chidayman? Aytchi. Oyinam rahmat demaydi. Nuqul ishimdan kamchilik topadi. Bilaman. Oyim qaysarli, lekin unaqa yomon emaslar-ku. Meni doim yomonlaydilar. Anu qo'shnilarga esa meni faqat yomonlab gapirib o'tiradi. Mana ko'rasan, bir kun rahmat deyilla baribir. Bo'pti. O'zi kelin hech qachon qiz bo'lmagan. Oyim hali uzoq yotadilar. Shunga tayyor turishimiz kerak. Nimaga? Suyini bichish qiyin bo'larmish. Yemirilib ketgan ekan. Bo'pti. Men unga sho'rva tayyorlab beraman. Ke. Bolaga qarab turaman paka.
Ha, eshitaman, Jahongir nima gap? Sodiq Turg'unovich. Ertaga sud ekan. Iya. Menga qarab hamma guvohlik berib bo'ptimi? Shunaqa shekilli. Yaxshi. Sud bo'lsa boramiz. Bo'ldi. Men ertaga mashina bilan boraman. Yaxshi, xo'p. Ha, boy. Gulizindan ko'rishasizmi? Ha, ko'rishaman gulim bilan. Nosirboy, qo'y. Shaxmat olib chiqing. Va shaxmat o'ynaylik boring. Umuman shaxmat o'ynagim kelmayapti. Bir kitob o'qi deysiz. Shaxmat o'ynayman desam, yo'q deysiz. Nima qilish kerak bo'lmasam? Zerikib ketdim. Yorilib ketaman hozir. Mana shu kitobni o'qingda maza qilasiz. Ha. Men restoranga boraman. Kech bo'lganda-ya? Tinchroq turing. Hozir restoranga borsangiz, yana kimdir sevib qolasiz. Yuring, birga boramiz, kelamiz. Men bormayman. Yo'q demang endi. Aylanib kelamiz. Ya, qo'ying. Borgim kelmayapti. Bilamchi, qaysar cholsiz. Bo'lmasa, o'zim boraman. O'tiravering. Borgingiz kelsa borasiz. Xo'p, yaxshi boring. Xo'p. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas. Lola. O Lola. Voy, oti ochgire nima edi? Lena. Ha. Nima bo'ldi? Choy quyib ber, chanqab ketdim. Siz meni ustimdan kulyapsizmi? Nimaga? Nimaga kulaman ustingdan? Uzatib bor. Qo'lingizni Mana bunday uzatsangiz, qo'lingiz yetadi-ku. Axir u yerda bolani ovqatlantirayotgandim. Minnat qilma, ber, qara. oy bermayman. Yetar men ahmoq qilishingiz. На нервы действует уже это. Qo'lingni fahmi o'l. Senga kunim qolmasin, ha? Bezi qurg'ur. Bilib turibdi-yu, qo'lim yetmaganini. Ilohim senga kunim qolmasin. Baribir menga kuningiz qoladi. Sizga qaraydigan boshqa odam yo'q. Oyijon, odam kimgadir muhtoj bo'lsa, unga yaxshi gapiradi, rahmat, uzr deydi. Siz har doim men bilan urushasiz. Nima qilishimni xohlayapsiz? Yaxshi gapiring, men ham odam. Odam. O'ris bo'lsa ham to'g'ri gapiryapti. U ham odam. O'zim ham tilim yomon-da. Lola. Deyamayman-da. Oy, qo'lim, or ustiga. Joni og'riganda baqirasan-da. Boya kelishgandik shekilli. Kelishgandik. Men senga sir asrorimni, hunarimni o'rgatish uchun kelishdik. Ma'lumotni yetkazish haqida gaplashmadik. Darding pul bo'lsa, olasan o'sha pulni. Nasiyaga umuman ishlamayman. Mayli. Shu yerda meni tinchligimga qarab tursang,
Bittasi haqida ma'lumot beraman. Kim u? Sodiq Turg'unovich degan odam. Katta qurilish kompaniyasi, zavodlari bor. Pul degani juda ko'p. Qanchaligini ham bilmaydi. Chiroyli ayollarga suyagi yo'q. Yaxshi gapirib, mehr bersang, jonini bervoradi. Juda romantik. Yoshi nechida ekan? 70 dan oshgan. Cholni boshimga uramanmi? Esing joyidami? Tushunmayapsan. Yoshiga tegib nima qilasan? Yoshiga tegib muammodan boshing chiqmaydi. Cholga tegsang, tezroq o'lsa, boyligi senga qoladi. Qarabsanki, boyni bevasi bo'lib, hamma mol-mulkiga ega chiqasan. Uni bola chaqasi yo'qmi? Bor. Chet elda yashaydi. Xotini bilan ajrashgan. Obqocha. Men chiqqunimgacha uch oy o'tib ketadi. O'lmaydi. Sog'lig'iga rosa qaraydi. Ha, mayli. Buni zapasga olib turamiz. Yana birorta tuzurog'i bormi? Hozircha shu. Lena? Lola. Lola. Lola savat aylab qaramaydi. Lena. Voy. Eshitsam eshitmaslikka oladi-ya bu ya. Yelenichka. Ha, Lenichka. Meni haligiga olib bormasang bo'lmaydi-ku. Maqsammikan. Voy. Voy, nima azapa. Nima kelmaydi? Sho'rib qoldi-ya. Qilaman endi. Aytdim-a, bu senga xotinlik qilmaydi. Menga kelinlik qilmaydi. Mana. Voy, nima kelinlarim qadriga yetmadim-a. Mana endi jazoim shu bo'lsa kerak. Voy. Lena qurg'ur. Didori o'shkura eshitmaydi-ya. Baqirsam, chaqaloq uyg'onib ketsa. Voy. Oyi? Ne turib oldingiz? Nima bo'ldi? Xotini ataylab tashlab chiqib ketdi. Qanaqa bunaqa o'tirib oldingiz? Amallab meni oyoqqa olib chiqib ket. Hozir. Chaqirmaysizmi meni, oyi? Oyijon, meni qaynonam shunaqangi jonimga tegdiki, yana nima bo'ldi? Oyog'ini sindirib oldi. Shifokor bo'lsa, unga yurishga ruxsat bermabdi. Umuman yurmayapti. U xohlagan payti meni yotgan joydan chaqiradi. Ataylab qilyapti. Hatto ustimdan kuladi ham. Menimcha u hammasini ataylab qilyapti. Bir qo'limda esa bola bor. Men unga qanday chidayman? Ha. Bu juda yomon. Yetmaganiga u meni har doim qo'shnilarga yomonlaydi.
gapiraveradi. Men bo'lsa unga sho'rva tayyorlaydim. U bo'lsa umuman ichishni xohlamadi. U o'ylaydiki, men hech narsani tushunmayman deb. Axir men hammasini tushunib turibman. Axir men senga aytgandim, bu uyga aslo qaytma deb. Men aytgandim, sen quloq solmading. To'g'rimi, qizim? Meni har bir xatti-harakatim uni asabini buzadi. Bu axir noto'g'ri-ku. Kap-katta ayol bo'lsa. Bo'pti. Siqilma. Bolang qanday? U juda ham oxirgi payt yig'loqi bo'lib qolgan. Menga juda og'ir bo'lyapti. U bilan doim shug'ullanishim kerak. Oyisi Qodirga kerak ekan, unga o'zi qarasin. Men shundoq ham hammasiga chidadim. Endi nima qilsa qilaversin. Ehtiyot bo'ling. Ana uni ko'tarib qo'y, oyog'imni. Sekinroq. Ay. Ustim yap. Xudoyim. Oyi, o'zi boshidan meni chaqirsangiz bo'lar ekan. Meni ataylab tashab chiqib ketdi. Eshittirib ataylab ketdi. Unaqa demang, oyi. Unaqa qilmaydi-yu ham. Xor bo'ldim, xor. Ataylab tashab chiqib ketdi. Oy, siz ham qarg'urasiz-da. Hech kimga yoqmaydi. O'ris bo'lsa ham u hammasini tushunadi-yu. Bilasanmi? Meni Parina uvoli tutdi. O'shani kasal deb haydagandim. Mana o'zim xori bo'lib yotibman. Oy, unaqa demang. Hali xor bo'lganingiz yo'q, ne unaqa deysiz? Uning bir kungacha davom etdi-ku. Chaqirsam ataylab qaramaydi. Xo'p, nima qilay? Sizga qaraydigan odam olingmi bo'lsam? Begona odam nima qilaman? Begona qarar ekanmi? O'zingniki qaramagan. Nima qildingiz? Begona odam u yoqqa bu yoqqa yursa, esim ketadi. Nima oldi, nimani qo'ydi deb. Xotirjamligim buziladi. Bu kasallik menga bejizga kelmagan. Boya yotib rosa o'yladim. Shu hayotda kimni dilini ortdim ekan? Kimni shu joyda xafa qilib qo'ydim ekan? Kimni shunaqa dedim-u? Xayolimga bilasam kim keldi? Keni. Shu Parin topibga. Qattan topib kelaman oyi sizga. Erga tegib ketgan deb eshitdim. Nima erga tekkan bo'lsa, nima chet elga ketganmi? Ishxonasiga borasan, topasan. Men o'lib qolmasimdan kechirim so'rashim kerak. Unaqa demang oyi. Nima dey? Qo'ying unaqa gaplarni. Xo'p, topaman. Undan keyin bugun meni yonimda yotgan. Kechasi bilan o'zing qaraysan. Ana bahona qiladi bolasini. Xo'p, oyi. Choy ichasizmi? Yo'q, choy ichsam yana oyoqqa borishing kerak. Qo'ysangchi. Xo'p, kiyimimni almashtirib chiqing. Ana ularni qara. Boyadan beri pichirlashyapti. Bizdan beri ketadigan siri bor ularni. Jabaloyu ha? Sabinani o'ziga og'dirib oldi. Ustozlik qilyapti. Chiqqanimda menga kerak bo'ladi deb o'ylayapti shekilli. O'zi ikkalasi bir xil bo'lsa nimani o'rgatadi? Kim biladi? Shaxsan menga farqi yo'q. Erkaklardan hammasini yomon ko'raman. Boyini ham, kambag'alini ham. To'g'ri. Bizning mavzumiz.
Shundan ichishni o'rgana olmadim. Shamollarda qolgan hislarim. Scarlett. Bu kitobni bilasanmi? Bu kitobni bilmagan odam bormi? Qayergacha o'qiding? Red Butlerga turmushga chiqdim. Unga hali kelmadim. Scarlettdan o'rganadigan judayam ko'p narsa bor. Maqsadiga erishish uchun hech narsadan tap tortmaydi. Xuddi menga o'xshaydi. Qaysar va bezbet. Adashasan. U yashash uchun kurashadi. Lekin menga asar unchalik yoqmadi. Menga esa juda yoqadi. Sen qaytadan o'qib chiqdin? Men 12 marta o'qiganman. Har gal o'qiganimda Scarlett qiyinchilikdan qanday qilib chiqib ketar ekan deb xuddi birinchi marta o'qiganday o'qiyman. Bir joyi bor. Retni oldiga borish kerak. Ammo urush bo'lgan, hamma yoq yong'in, kiyishga kiyimi yo'q. Shunda uyidagi eski zumrad rang pardaga ko'zi tushadi. O'shani yechib, kiyim tiktirib kiyib boradi. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Menda ham shunday vaziyatlar bo'lgan. Yo'qdan bor qilganman. Tavba. Ayol kishi qayerda, qachon yashamasin, vaziyatlardan chiqib ketishni bilar ekan. Shu ahvolimga kitob ham o'qiyman degan. Menga esa kino ko'rish ko'proq yoqadi. Kinosi ham yaxshi. Juda ham yaxshi aktyorlar o'ynagan. Kitobdan ololmaganingni filmdan olishing mumkin. Mayli, kitobni qo'yib tur. Nimaga kelishdik? Buguncha yetar, charchadim. Qolganini ertaga gaplashamiz. Kitobni o'qib tursam maylimi? Joni bormi? Sal bo'pti, naryog'ini o'qala. Nuqul sonimga chiqasan, oyog'imni pastlarini o'qala. Pastlarini o'qalaver. Qattiqroq. Bosyapman, oyi. Xudoyim, o'zi ham mehr bilan qilmaysan-da. Yo qattiq qilasan, yo mil qilasan. Parini, manzilini qayergadir yozib qo'ygandim. An tortmani olsang, daftar orasida bo'lish kerak. Borib kelasan. Hozirmi? Hozir. Ertaga borsam bo'lmaydimi? Bugun borsang yaxshi bo'lardi-da. Oyi, kenayimmi? Rosa xafa qilgan bo'lsa, bitta roziligini olsangiz, hammasi o'tib ketadimi? Pari meni kechirsa, mana shu kasallarni hammasi chiqib ketadi. Hammasi oson ekan-da, oyi. Tilida kechirdim deb ichida kechirmasa-chi? Men shundoq qiladimki, ichidan kechiradi.
O'sha men bunaqa kelin bo'ladi deb o'ylamagandim. O'g'limga kasal yuqmasin degan bir sekira, chimchalab tashlayapsan. Akam bo'lsa, onani bilmadi. Xotinni ham bilmadi. Ketdi. Na xabar oladi, na qo'ng'iroq qiladi. Ha, bo'ldi, qo'ying, oyi, yonimdasiz-ku. Onani yaratmasinlar. Bolasi uchun nimalar qilmaydi-ya ona. Bolalar onalarni o'ylamas ekan. Yonini ola Karini ko'ziga yomon ko'rinib qoldim xolos. Tavba. Bor. Tortmadan o'sha manzilni olib uyiga borib kel. Tur. Bunga endi yaxshi gapiring. Bu ham meni tashlab ketmasin. Ha, Nodira, qayolida yuribsan? Shunaqa yotganingni bilsang edi. Scarlett. Dars bo'ldingmi? Nima edi? Biz bilmagan nimani o'rgatdi senga? Sen bilishing shart emas. O'zi sen hamma narsani bilsang, senga ustozi nima keragi bor? Men Ilhomni tanlaganimda bitta xatoga yo'l qo'ydim. Uni oilasidan ajratib olaman deb o'ylagandim. Oilali erkaklarni yo'ldan urish xato ekan. Buni miyasi butun. Oilali erkaklarga osilmas ekan. Faqat puli borlarga ko'z suzar ekan. Shuni menga o'rgatyapti. O'rgan. Chiqqaningda kerak bo'ladi senga. Baribir ishlamaysan. Chiqqanimda birinchi bo'lib qizimni topishim kerak. Dilnozam katta bo'lib ketgandir. Qachondan beri ko'rmayman. Shu yolg'iz qizim uchun ham chiqishim kerak. Uni juda ham sog'indim. Assalomu alaykum, Kenaya. Va alaykum assalom. Qodirjon, yaxshimisiz? Rahmat. Tinchlikmi? Bemahalda kelibsiz? Oyim yuborurlar. Oyzi eslarida ekanmanmi? Ozgina manzalari yo'q edi. Shunga sizni so'radilar. Odamni joni uzila olmasa, xafa qilgan odamlarni eslab qolar ekan. Rozi rizochilik so'rash uchun. Yaxshilar. Faqat yurolmayaptilar. Aytdimmi bir nima bo'lgan deb? Bilaman. Oyim sizni ko'p xafa qilganlar. Hozir lekin afsuslanyaptilar. Meni boshimga ne kunlarni solmadilar. Men oyiz oldilariga bora olmayman. Aytib qo'ying. Kenayim kelmas ekan deng. Kenaya o'ylab ko'ring. Balki fikringiz o'zgarib qolar.
Oyimmi, mazalari yo'q edi. Borsangiz yaxshi bo'lardi. O'ylashni ham istamayman, oyingizni ko'rishni ham istamayman. Salomat bo'lasiz. Oyim ham, akam ham kenayimga nohaqlik qilishgan. Bir tomondan kenayimni ham haq. Bormaslikka haqqi bor. Kim kelibdi? Ha, gapirsin-chi. Sobiq qaynım, Qodir. Qayerdan topib kelibdi bu uyimizni? Bilmayman. Qaynonam hamma narsani bilardilar. Necha marta o'zimning uyimga kelib, janjal qilib ketganlar. Nimaga kelibdi? Qaynonam kasalmish, yura olmay qolganmish. Shunga o'g'lini yuboribdi. Yoshlari ulug'midi? Yo'q, ja, unaqa qaramaslar. Bilmadim, qayoqdan eslariga tushib qolganman. Vijdonchalari qiynalayotgandir. Bir ayolni hayotini barbod qilganman, baxtsiz qilganman deb o'ylab qolgan shekilli. Xatosini tushunisham, tan olisham katta ish. Endimi? Men qancha qiynaldim bilasizmi? Bilmaysiz. O'g'li bilan ajratib yubordi. Boshimga ne kunlarni somadi. Kasaling yo'q qoladi deb gapirmagan gaplari, qilmagan ishlari qolmadi. Endi Pari hamma ham xato qiladi. Bilaman. Lekin menga alam qilyapti. Ularni ko'rishni ham istamayman. Mayli qo'y, siqilma, o'tdi ketdi endi. Oyi. Ha. Topdingmi uyini? Ha, topdim. Xo'sh, nima dedi? Bormayman, endi eslariga tushib qoldimmi dedilar. Shunaqa dedimi? Sizdan qattiq xafa ekanlar. O'zim ham biroz oshirib borgandim. Akang bilan bir-birini sevardi. Shu ikkalasini ajratib yubordim. Shuning uchun Xudoyim meni jazolayapti. Oyi, kenayim kelmaydilar. Bo'ldi, kutmay qo'ya qoling. U kelmasa, men boraman. Ikki farzandim bilan boradigan joyim yo'q edi. Nima qilishni bilmadim. O'sha paytlari ular biror marta xabar olishdimi mendan? Na aliment to'ladi, na nabirasini yo'qladi. Ha, men o'zim aliment olmang dedim-ku. To'g'ri. Lekin baribir alam qilar ekan. Shu bolalarim begona emas-u qaynonamga, nabirasi-yu. Ko'chadan orttirib kelmaganman-u. Endi qo'ying, eslamang shularni. Qaynim kelib, eski alamlarimni esga tushirdi. Dard qopim ochilib ketdi. Bir paytlar o'ladigan kasal u degandi.
Kim o'lishini Xudo bilarkan. Ana. To'g'ri. Dil og'rig'i yomon. U kunlarni unuta olmayman. Qon yig'laganlarim hammasi esimda. Ularni xotiramdan o'chirib tashlay olmayman. Erlaring edi-yu, endi dushmanga aylanishdimi? Men ularga hech qanaqa yomonlik qilmaganman, lekin ular ustimdan yozib berishdi. Shu kunga ham yetib keldik. Afzal, bu yaramas ayolga necha yil berisharkan? Bu ayolning advokati o'zidan ham ustami. Eringni qara, yasam olganini. Uchrashuvga kelganga o'xshaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimiz? Yuring ketdik, oyi. Shoshmang. Qani? Tezlashamiz. Qani kiring. Namuncha kech qolib ketdingiz. Xavotir olmang, hammasi joyida. give up. Your teammates can still recall you.
Please recall me. Got it. I'm recalling a teammate. Thanks. I need a gun. Help! Help!
I need a gun. I need a gun. Blue team's streak has just been put to an end. I need a gun. The blue team is heading to a perfect win. Great! You're about to win! Blue team is unstoppable. Killing spree for the blue team. Team victory! Cover me. Team match, let's go! First point for the red team. I need a gun. The red team is heading to a perfect win. Be careful! You're losing the game! Half of the match is over, and the red team is in the lead.
دانستم هایی کسی رو زمان هایی زمان مباشرة Team match, let's go. Blue team has scored for the first time. No mercy! Reloading! Cover me! Reloading! I need a gun. Killing spree for the blue team! The blue team's streak has just been put to an end. I need a gun. For the blue team! The blue team's streak has just been put to an end. The blue team is unstoppable! Killing spree for the blue team! The blue team is in the lead. The blue team's streak has just been put to an end. I need a gun. Down! Reloading! Cover me! Killing spree for the blue team! The blue team's I need a streak gun. has